Tak, patsientkamiz Nigora opa 72-yil tug'ilganlar, chekap tekshiruvga kelganlar. Yurak sohasini tekshirishga o'tdik. Mana yurakni to'rt kamerali kesimini ko'rib turibmiz. Bu yerda chap bo'lmacha, chap qorincha, o'ng bo'lmacha va o'ng qorinchalari yaxshi, kengayishlari yo'q, devorlari qalinlashmaganligini ko'rib turibmiz. Bularda hozircha shikoyatlari yo'q, lekin keyinchalik bo'ladi holsizlik, hansirash, yurakni urib ketishi, yurak sohasida og'riq, ko'karishlar kuzatilishi mumkin. Bunga sabab 3 tabaqali klapan yetishmovchiligi, ya'ni meditsina tilida trikuspidal klapan yetishmovchiligi. Mana bu yerda bo'lmachadan o'ng qorinchaga qon o'tayotganda klapan oxirigacha yopilmaganligi sababli o'tayotgan qon orqaga qaytishi kuzatilib turibdi. Keyinchalik bu o'ng bo'lmachani kengayishiga sabab bo'ladi va o'pka arteriyalarini kengayib dimlanishga sabab bo'lishi mumkin. Hozirda bemorimizda yengil o'pka arteriyalarida dimlanish kuzatilyapti. Mana keyinchalik konsultatsiyaga kardiologga yubordik. Siz ham o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang, chekap tekshiruvlardan o'tib turing.